Selamünaleyküm. Bugün 17 sentyabr Yangi Xalq Banki BXM'da mijozlarni qabul qilish kuni. Mijozlarni qabul qilib boshlaymiz. Qani birinchi mijozimiz keling. Assalomu alaykum. O'tiring. Ben Karmış Edebiyatı ayrıca kartlarını bırakıyorum. Bize şu 30 bin dolar kredi alacak buna yardım verseydi oraya mı? Hujjatlarni topshirganmisiz? Hocalardan soru almasın. Bizani bolasi bilan bog'lanadi. Ashidjon, bog'ning hujjatlarini olganmisiz? Ama hujjatlarni olib turibmiz, buyurib chiqarib beramiz. Hamma hujjatini oldik. Bo'ldi. Iloji boricha shu 3 kun 2 kunda chiqarib beriladi. Rahmat. Hujjatlaringizni berib. Yaxshi.